Namoz haqida siz bilishingiz kerak bo'lgan faktlar. Namoz bu musulmonlarga farz bo'lgan amaldir. U insonga xuddi yashash uchun nafas olishday bir amaldir. Eng boshida Alloh tarafidan insoniyatga kuniga 50 marta namoz o'qish buyurilgan. Hadisga ko'ra, Muso payg'ambarimizning ummating kuchsizdir degan gaplaridan keyin 5 mahal namoz farz qilindi. Qiyomat kunida insoniyatdan va jinlardan so'raladigan birinchi amal bu namozdir. Agar insonning namozlari joyida bo'lsa, unda boshqa amallar ham o'z joyida bo'lishi hadisda ta'kidlangan. Sahobalardan Abdullah ibn Mas'ud qaysi amal Allohga eng suyuklidir deb so'raganlarida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam namozni o'z vaqtida ado etishdir deb javob berdilar. Yana bir hadisda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shunday deydilar: kishi bilan shirk va kufr o'rtasidagi farq namozni tark etishdir. Bandaning Robbisiga eng yaqin holati sajda qilgan paytidir. Bas sajdada ko'p duo qilinglar. Agar siz hali ham namoz o'qimayotgan bo'lsangiz, bu video siz uchun Allohdan bir ishora bo'lsin.